Militsiya botdan foydalanish qo'llanmasi. Botni topish uchun qidiruv joyida militsiya bot deb yozasiz. So'ng kirib, boshlash tugmasini bosasiz. Bot reklama havolalar, spam xabarlar, arabcha xabarlar va kirdi-chiqdilarni tozalaydi. Shu bilan birgalikda so'kingan xabarlarni ham o'chiradi. Bot to'liq ishlashi uchun guruhga admin qilish kerak bo'ladi. Bu uchun pastdagi guruhga qo'shish tugmasini bosamiz va u yerdan kerakli guruhni tanlaymiz. So'ng botni admin sifatida guruhga qo'shamiz. Qarabsizki, hammasi tayyor. Havolani o'chirishini tekshirish uchun admin bo'lmagan akkauntdan reklama havolasini tashlaymiz. Militsiya bot esa uni o'chirib, reklama tarqatmaslikni iltimos qiladi. Shu kabi boshqa botlarni Telegramda Kuchukcha botlar kanalidan topishingiz mumkin bo'ladi.